Bana yetdi şu. Bir naysam qosqum to'ydi meniki. Hergiz olıqı pul uchun ba'zan o'zimning ko'rilmalarimni, o'zimning qo'llovchilarimni hergiz oldimayman balla. Mening da tilim sağlam bo'ldi, dötken, qalish ishlamaydi ekan, hozirgi fursatdan yaxshi foydalanolmaydi ekan deb sağlam bo'ldi. To'g'ri sizlar u mahsulotni chiqarib sizlar men yeb baqdim buni. Menimni qo'rib oldi, ko'zimni esib jakan ko'zda qilib oldi. Demak mahsulot olmaydi endi. O foyda qilmaydi u. Ormaz ziyon qildi ekan, hergiz foyda qilmaydi u narsa. To'g'ri sizlarning mahsulotlarini men unda bunda deganim yo'q, lekin menga yoqmadi. Menga yoqmadimi mening qo'llovchilarimga yoqmaydi. Meni qo'llaganlarga yoqmaydi u. Shuni men tavsiya qilmadim. Men tavsiya qilgan narsa mana. O'zimiz ishlatib baqdik mani. O'zimiz ishlatib yiqib, 5 tal oldik ekan-ku, mana narsadan bir tal qo'shib kirdik ekan. Nimaga shovg'on shog'i sira qaramga isib qo'yman. Aniki yana bir narsa bor-ku. Miyamiz. Moli qo'yta. Degan yaxshilaydi bu. O'zim choychi, qahvachi bo'g'a chiqimken. Boshqa narsa keraklarga bunda hech qanday nemisi yo'q, tatligi yo'q, yoki unda u narsa nol, bu narsa nol, u narsa nol degandeklarni yoqtirman. Ya'niki men mahsulot ishlab chiqarganlarga bir nimamcha, taklif fikrimcha, pulni deb ham ko'zlamaydi. U pul mangulik bo'lmaydi hammamizga. Qat'iy mangulik bo'lmaydi. 3 avlod yetishtirib olmaymiz ash pulni. 3 avlod yetishtirib olmaymiz ash pulni. Anda topgan pulni. Nemish qilsanglar men ap baqqan miraliqi ashna menma havas qilgan bolalar bor-ku. Ağanı yağızı olunki onda yaxşı ekan, bunda yaxşı ekan men oy maşmuş balık çoqum işiniman men. Çünki özüm havas qilaman da o balaga, özüm qo'shib olgan, özüm gönrü qilgan bala u. Shuning bilan o balaning ag'an mahsulotini oldim. Akaga niyoz ko'dim, ishlatdim, faqat foydasi olmadi uni. Shuning bilan abani qana qildim, cho'gan qilib atdim. O balani qat'iy minaliqi ko'ramas qiladigan gap, faqatlam ko'rgim yo'q o balani. O'zining qo'llovchilarini oldida o bala. Yaxshi olmadi u. Şunun bilan obalim chigan qilgan bo'ldim. Bu film ishlab chiqishimning sabab, meni o'zim tavsiya qilishimning sabab, uyda aylimga yordamlashib, yuvib qilsam bu mayni bek yaxshi chiqdi ekan u. Oshxonning-chi. Bu statqining atrofidagi narsa kerakli maylarni degandek. Abaytim qilib moli xvachani, urimo serqaramga isib qo'yman. Moli xvacha chigan yaxshilaydi vallah. Ishxonda tag'in chiqanlarda ishsanglar bo'ldi. Aniki uya-buyaga borgan chog'da podliklarni onlarga ilinib pissanglar bo'ldi degandek. Mana bu narsalar haqiqatan bak yaxshi ekan. Shuni bir tavsiya qilib boqay dedim. Andan keyin sizlarning mahsulotni yaxshi bo'lsa tavsiya qilaman. Masalan, laboratdak, biotipdak yaxshi ishlab chiqara olsangiz tavsiya qilaman. Ağlarning osti bu biliq menta hozircha yeyapman men. Laboratning-ku. Oxirida meni qo'shiling, anglamagan dilini anglaysiz, ko'rmagan naq maydonga boshlab kiraman.